Rasululloh alayhissalom payg'ambarimiz haqlarida bir hadisni o'rganaylik. Ana Aisha radhiyallohu anha, Aisha roziyallohu anha onamizdan rivoyat qilinadi. Aytayaptilarki, annan nabiyya sallallohu alayhi va sallama idza awa ila firashihi kulla laylatin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har kecha to'shaklariga yotganlarida, ya'ni dam olishlik uchun, istirohat qilishlik uchun jamaa kaffayhi va ikki kaftalarini mana shundoq qilar edilar, jamlar edilar. Thumma nafasa fihima va ikki kaftalariga faqara fihima qul huvallohu ahad va qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nas. Mana shu 3 ta surani o'qib jamlagan kaftalariga kuflar edilar. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. So'ngra esa payg'ambar alayhissalom dam solgan kaftalarini qodir bo'lganlaricha butun muborak jismlariga masah qilib surtar edilar, jasadlarini silar edilar. Yabda'u bihima ala rasihi va wajhihi va ma aqbala min jasadihi yaf'alu zalika 3 marrat. Payg'ambar alayhisolatu vassalom o'zlariga dam solib muborak kaftalarini jismlariga surtashliklarida boshlaridan boshlar edilar. So'ngra yuzlaridan va muborak jismlarini oldi taraflaridan masx qilib silar edilar va mana shu ishni 3 marotaba qilar edilar deb Oysha roziyallohu anha onamiz bu muborak odatlarni, sunnatlarni rivoyat qilib berganlar. Demak, har kecha mo'min musulmon odam yoshlardan tortib keksalarimizga qadar mana shu qul huvallohu ahad va 2 qul a'uzu bi robbil falaq va qul a'uzu bi robbin nas muavvizatayn deyiladi. 2 panoh so'ralguvchi suralar deyiladi. Mana shuni o'qib yotishlik o'zimizni ruhimizga, qalbimizga, jismimizga turlik tuman insu jinlarni yomonligidan panoh bo'lishligini Alloh mana shu suralar hurmatidan o'zi muhofaza qilishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ta'lim berganlar.